O'ljani zo'ri yo'q. Qizim, mana bechorani yoqib ol. Bak, buni jona tez bechorani yoqib ol. Rasa joyiga bordi. Oshna endi faqat barbekü burger yeyman. Bitta steak burgeri ham bor. Barbekü burgerdan ham zo'r oshna. Lokatsiyasi ham zo'r joyda ekan, qara. Ertaroq aytmagan ekansan menga. Assalomu alaykum akalar, ehson qilinglar. Onam kasaldi. Voy asal qizim, shakar qizim. Onang kasalmi? Qanaqa kasal? Dadang qayda? Dadam tashab ketgan. Ukamga pampers bilan qarshi olishim kerak. Iltimos akajon. Sani uying qayerda o'zi? Qo'yliqda, Voy, qo'yliqdan nimadan kelasan? taksida. Voy, hali sen taksida yurasanmi? Siz meni jinni deb o'ylayapsizmi? Ha, onangni men rosa gapga usta qiz ekansan, sen o'zi? Men sizlarni tanidim. Kim ekanman? Blogersizlar, o katta bolalar. Iya, sen tilanchi emas, artist bo'lishing kerak-a, jon-uka. Biz videolarimizni qayerda ko'rasan sen? Voy akalar, sizlar meni jinni deb o'ylayapsizlarmi yoki chumov deb o'ylayapsizlarmi? Telefonda ko'raman. Hali sen telefoning ham bormi? Voy aka, nima deyapsiz? Mani iPhone'im bor, mana. Voy, tilanchilarda iPhone, men blogerga bitta iPhone olmabman, shuna? Telefon bu yoqqa ber, pul bersalaring, berlaring. Men bo'lmasa vaqtimni olmalaring. Paytgacha bo'lmasam men 200 dollar topardim. Men singlim. Bittisini o'zim. He, senga yana qancha berish kerak-ku? Manba 5000, manba 10000. Men pulga o'zlaringiz kelorlar. Sen kalboy. Peshanangga chochak turol. Yana blogerman deb maqtanadi. Chumoli. Asamga buzib, chachimga talpak kedin-a! Baqa kelgin sen.